inson tushungan, o'ynab yurgan yerim yo'q, ishlayapman, uyga kelyapman, ishlayapman, uyga kelyapman. O'z bo'sh vaqtim ham bo'lgani yo'q. Senga kamroq vaqt ajratib, ko'proq ishlayotganim sababi to'ydan keyin birovga zoriqmaylik, biror narsaga zoriqmasdan mazali yashaylik deyapman. Kamroq vaqt ajratib, ko'proq ishlasam, to'ydan keyin ko'proq dam olib, sen bilan birga bo'laman, kamroq ishlaymanmi? O to'yimizga o'z normal pul ketib qoladi. To'ydan keyin chiqmaysan, birovga ikkita non berib turing, bitta anaqa berib turing, manaqa berib turing deb. Bu zamonni ko'ryapsan, o'zi hamma qimmat. O'z pachati chiqib bo'ldi hayotda o'zi. Sen tushunish kerak. O'z mayli o'zi ota-onam qiynal yuribdi. Ular ham qarib qoldi, ulardan tushunish kerak. Ularga pul tushirib, licheniya qildirishim kerak, hojiga jo'natishim kerak. Odamlar bolalari mashinalar sovg'a qilib, hojilarga jo'natib bo'ldi. O'z ishim yurishmasdan endi mana boshqa ish ko'tuvdim. Sen meni telefon qilib, vaqt ajratmayapsiz, boshqasini topib qo'ygansiz. Dinamikani topib qolamanmi?